Assalomu alaykum Ko'ktang bolalari, sog'manmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugun biz antiqa osh tayyorlaymiz. Antiqa oshimizga antiqasi nimaki? Petrushkaning poyasi qo'shiladi. Oramizda petrushkani suyadigan obunachimiz yo'q bo'lsa kerak. Petrushkani suvdan oldin solib boshlaymiz. Mana oshingizga bargini petrushkaning bargini qo'ysangiz qorayib qoladi. Shuning uchun poyasini qo'shasiz. Petrushkani yemaydiganlarga shunchaki petrushkaning poyasini ta'mi chiqadi oshga. Ezilib ketmaydi. Agar yemoqchi bo'lsangiz, petrushkan poyasini ham solib yemoqchi yeysiz. Yomon ko'radiganlar esa petrushkasini olib berasiz. Ustidan mana qaynoq suv bir kushka solamiz. O'zi qaynab, undan keyin guruchini solamiz. Guruchlar yuvilgan. Xayr azizlarim, sog' salomat bo'ling.